Assalomu alaykum obunachilar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugun borib dehqondan ham arzon qo'yib. Dehqondan arzon qo'yib berasiz. Dehqondan arzon bo'ladi. Dehqondan olyapman deb olishaversin, ha? Olishaversin. Qo'ylar bir ko'rsating. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Fayzulluz kanalining qadrli obunachilar. Qadrli obunachilar, Xudo xolasa 2026-yil 15-fevral haftaning dam olish kunida Xudo xolasa Odiljondan bir qo'yiladi yaxshilariga yana yaxshi ma'lumotlarni, Xudo xolasa ma'lumotlarni to'la-to'kis holatda o'zim shaxsan o'zim olib beraman qadrli obunachilar. Xudo xolasa videoni boshidan aytib, narxlari arzisa like tirsinlashsinmi? Like bosib, kommentariyga otingga rahmat deb qo'ysa, Qirg'izistondan o'zim o'tyapman deb narx o'ylab borishadi. Gap yo'q odamlar. Qadrli obunachilar, Xudo xolasa bularni barcha ma'lumotlarni shaxsan o'zim olib beraman qadrli obunachilar. Qo'ylarni ko'rib turibsizlar, yiriqlardan qurvonliqqa boqaman, yirigidan kerak, yemini to'kib beradigandan kerak degan obunachilar uchun mana shuni o'zim Fayzullohni o'zi shaxsan o'zim tavsiya qilib qolaman qadrli obunachilar. Faqat telefon qilishga shoshilaveringlar. Qo'ylarni Xudo xolasa yiriqlardan yaxshilaridan kelibdi mana. Qirg'iziston 5-7 kuni o'zlaring qadrli obunachilar bilasizlar, suyagi o'ta yirik, uzunliklari kam yo'q, sergo'sh bo'ladigan variantlardan qadrli obunachilar. Odilbek, birinchi partiyalar soni nechta? 21 ta Fayzulloh. 21 bosh. Hammasi qo'chqormi? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Qadrli obunachilar ko'rib turibsiz, sariqlardan, qoralardan bitta ko'kidan ham bor ekan jonivorlarni. Quloqlari, garbonuslari, kelishgan qo'zi qo'chqorlarni olib kelib qo'yibdilar. Bularni yosh oyliklar necha oylik atrofida? Yosh oylik 10 oylik, 11 oylik atrofida. 10 oy, 11 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqor. Xudo xolasa yemga o'ta tayyaridan ekan Odilbek. Mana ularni qaranglar qadrli obunachilar. Yirakligini qaranglar, ey. Ashqoch voy jonivor, mana qo'chqorni qaranglar. Yirigini qarang, uzunliklari hamma taraf Xudo xolasa zo'r kelishgan qo'zi qo'chqorlar ekan. Qo'ydi soni ko'p, Fayzulloh, o'ta ko'p. Yana yo'lda qo'y kelyapti. Puli bo'shasa bo'ldi. Puli bo'sh. Katta gapirmang lekin Odilbek otilingizga javob gapiryapmizmi? Og'irgacha. Ey, katta gapirmang. Og'irgacha javob beraman. Narxini shunchalik arzon qilib bera olasizmi? Arzon qo'yib beraman, olishursiz. Baraka. Qadrli obunachi, mana Odilbekda o'zlar shashtilari baland qadrli obunachilar. Narxni o'zi narxidan ham beraman deyaptilar. Qo'yim soni ko'p keladi deyaptilar. Odilbek, bular bo'yi nechaga beramiz? Bo'yini o'lchab beraman, isbot dalili bilan. Ushlang bittasini bo'ldi. Mana. Mana qaranglar jonivorlarni. Uzunliklarini ham ko'rsatib qo'yingda qo'ydi. Mana bo'yi bas. Xudo xolasa 85. 85 ekan Odilbek. 85. Mana shu eng kichkinasini ushlangchi. Mana shu eng kichkinasini, mana ko'zimni olmay ko'rib qoldi. Mana. Ashini bo'yini aytamiz. Mana qadrli obunachi metrdagi yerda va shuni ko'targaningizda 80. 80 ga olishaversin. 80 ga olishaversin, ha? 80 plus minus ga. Mana qadrli obunachi narxi ham sensatsiya bo'ladi deyaptilar. Bo'yidan ham o'zi 5 sant, 6 sant kamaytiryaptilar qadrli obunachilar. Odilbek, bu narxini nech puldan deymiz? Qisqacha qilaylik, tars narxini aytaylik. Obunachilar ko'p kuttiryapsiz, qo'lni bering. Xo'p, unaqa 58 56 yo'q unaqa 5,5 dan kami ham. Kami nech puldan endi? Mana. Men ham obunachilar tarafman. 50 ming 100 ming qilmayman, unaqa mayda chayonlarga bola emasman. Dangal o'ting. Orada 200 mingni o'tdim 53 ta. Qo'lni bering endi. Biz ham bir obunachilar tarafdan, obunachilarga bitta so'rayman men. Tarz aytib so'rayman bo'ldi. Qochqi qo'shish yo'q, 51 yo'q, 5 million 52 dan berishadi. Bir joyga berishadi. Sizni o'zingiz mon qarab turing, bitta aytaman men ham. Yo'q, qo'sh demang Odilbek. 52 dan bo'lsa mana qo'l tashlang. 52 dan dastavkasini ham qilib 700 dan berasiz. Nech puldan olsa bo'ladi bozorda mana shu. Endi boshqa bozori bilan bayda farqi bor Odilbek. Obunachilar narxini yo'lida qilib arzon bering bo'ldi. 5 million 200 mingdan xursandchilikni bering bo'ldi. 5 million 200 ming? 5 million 200 ming so'm. 300 mingdan olishsin, 5 million 300. 5 million 200 mingdan bering bo'ldi bir joyga. Bo'ldi, like bosib, kommentar yozib qo'ysin. Yana o'tasizmi? Yana o'taman. Qara, 5 million 200 ming o'zingizni hovringizmi? Qara, hazil-uzul 5 million so'mdan berishadi. 5 milliondan? 5 milliondan berishadi. 52 dan anib turing, tanlab olishadi. 52 dan 5 ta tanlab olsangiz, siz o'zingiz obunachilar uchun 5 milliondan berishadi. Like bosib qo'ysin. 5 ta tanlab olsa 52 dan optimum endi olsin 5 milliondan. Baraka qadrli obunachi. Mana qadrli obunachilar tanlab olishiga 5 million 200 mingdan optimuga 5 million so'mdan qadrli obunachilar. Mana sizlar uchun qadrli obunachilar 5,5 million narx aytdilar, lekin mana tanlab olishiga 300 mingdan o'tkazdim, optimuga 500 mingdan o'tkazdim qadrli obunachilar. Shoshilamiz faqat qadrli obunachilar. Zo'rini tanlab olinglar, 5 million 200 mingdan tanlab olinglar. Optimuga olinglar, 5 million so'mdan dastavkalar qilib yetkazib ham berasiz Odilbek.
Dastlabki Toshkentgacha besplatno o'ylanishmas. Mana qadrli obunachi, o'ylanmanglar, tars like bosib turib, obuna tugmachalarni bosib, faqat shoshilaveramiz. Bu birinchi partiyalarimiz, katta ikkinchi partiyalarimiz. Qadrli obunachi, mana Xudo xolisa ikkinchi partiyalarimizga qora bag'amallardan, kam yo'q, sergo'shlardan chiqdi qadrli obunachilar. Mana oyoq qo'li uzunlardan. Odilbek ikkinchi partiyamiz soni nechta? 15 ta faizlar. 15 ta. 14 ta qorasidan bitta oqidan bor ekan, qadrli obunachilar mana. Mana jonivar, kallagar bonuslari ham hamma taraf Xudo xolisa suyagi zo'r ekan qadrli obunachilar. O'zim shaxsan o'zim tavsiya qilaman, olinglar, yemini berib boqinglar. Yaxshi foyda qiladigan varianti shu qadrli obunachilar. Olib boqinglar, Xudo xolisa rahmatini aytasizlar. Odilbek soni nechta? 15 ta oborat. Hozirdan yemini berib, sababini qilsin, foydani zo'r qilib beradi. Zo'r qilib beradi. Zo'r qilib beradi. Yosh o'yliklar necha oylik atrofida? 7 oylik atrofida. 7 oylik atrofida. 7 ishda sog'lik salomatlik bir hafta garantiyalari bor-a? Kafolati bor, o'ylanishmasin. Odilbek tars narxini aytaylik. Narximi? Ha. Keng. Ayting narxini. Mana arzimagan. Oldi berra. 4,5 43 atrofida bo'lyapti. Bu 7 oylik, hozirdan yemini yeb turgan o'zi. Buni qo'ydi. 48-47 emas, 4,5 milliondan kami bor. Keyin endi biz ham bitta so'raylik obunachilar. 4 million so'mdan berishadi. 4 milliondan? 4 milliondan. Siz videoni boshida lavz qildingizmi? To'xtab turing, gapni eshit. 4 millionni barradan arzon qo'yib beraman dedingizmi? Yo'q, qo'yib beraman deb lavz qildingizmi? Barradan arzon qo'yaman. Bo'l 4 million so'mdan bering. Optimumga. 4 million so'mdan. Ko'rib turibsiz, qo'ydi 4 million so'mdan. Вообще, daliga ko'p. Necha puldan qo'yib berasiz? 4,5 million mekinchikin gapni yig'ishtirib oldi. Tars. 4 million 300 dan berasiz. Barbar aka, 4 million 300 ming so'mdan. Realniy arzon. Yo'q, arzon Odilbek bo'pti. Videoni boshida bir Yo'q, men obunachilarni tarafman Odilbek. Obunachilarim qanchalik arzon olsa men xursand bo'laman. Bo'ldi, qo'lni bering. Bu bir joyga olishadi, anib turib. 4 million 100 ming so'mdan berishadi, anib turib. Dastlabkasini qilib yetkizib ham berasiz. 4 million 100 dan emas, men ham past kelmayman, 42 dan olsam barbar aka. Odilbek. 4 million 200 ming so'mdan realniy arzon bo'lyapti. Yo'q, arzon 4 million 100 mingdan bering bo'ldi, xursandchilar bilan. Men obunachilarimga. 43 4,5 qo'ydi narxi. Bo'pti, 4 million 100 ming so'mdan og'on odam charayli baraka topsin bo'ldi. Barbar aka. Faizlar yo'q. Bo'ldi, 4 million 200 mingdan tanlab olishsa, 4 million 100 ming optimum olishsa. 5 ta tanlab olsin, 42 dan optimum endi olsin, 4 million 100 ming so'm. Barbar aka qadrli obunachi. Mana qadrli obunachi 4 million 100 ming so'mdan. Sizlar uchun faqat tortishaveraman qadrli obunachilar. 4 million 200 mingdan tanlab olinglar aka. Optimum olinglar 15 tasini 4 million 100 ming so'mdan dastlabkilarga yetkazib ham berakanlar. Faqat shoshilamiz qadrli obunachi. Bunaqa arzon kayflar chiqavermaydi. Mana 4 million 100 ming so'mdan og'on odam charayla baraka topsin qadrli obunachi. Chiqolmaydi bunaqa arzonni. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab tursin. Mana like-ni bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bang'illatib qo'yinglar qadrli obunachi. 4 million 100 ming so'mdan mana Toshkentgacha dastlabkilar ichida qilib beraman akalar. Faqat shoshilamiz.